O'zi yaxshi eshitilyapti ham chog'i. Maxsim Ubaydullayev, Anvar G'ofurov, jamoa sardori Farruh Sayfiyev, O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi. Boyan Sigar bugun ham yaxshi o'ynadi. Boyan Sigar Neftchining mavsumdagi himoyadagi muvaffaqiyatlaridan biri bo'ldi. Boyan Sigar, Yovan Jokic Kam gol o'tkazgan jamoani himoya ishlari baribir zo'r bo'ladi. Bilolxon Toshmirzayev ham bor. Toshmirzayev bugun qanday assistni amalga oshirganligini ko'rdik. Abror Ismoilov, G'ulom Haydar G'ulomov. Abror Ismoilov ham katta mavsum o'tkazdi. Vladimir Yovich, Ibrohim Halal Yo'ldoshev Va legionerlar ham haligi omadli legionerlar, yaxshi tanlangan legionerlar bekorga balans qilib berishmadi jamoa. Ikrom Aliboyev, Alisher Odilov. Bu Alisher Odilov ham mana shu chempionlikdagi eng katta hissa qo'shgan futbolchilardan bo'ldi. Aynan mana shu o'yin e'tiboridan emas, mavsum e'tiboridan Alisher Odilov zo'r mavsum o'tkazdi. Chempionlar chiqib kelishdi Shohsupaga. O'zini libosida chiqib kelgandagi oltin rangli libos. Joel Kojoni ham e'tirof etish zarur. Jarohat olib ba'zi o'yinlarni o'tkazib borgan bo'lsa ham, uni ham hissasi katta bo'ldi bu chempionlikda. Futboldagi eng go'zal lahzalarni kuzatamiz hozir. Futbolni nimasi uchun yaxshi ko'ramiz? Mana shunaqa bayramona Hosil olinadigan payt ko'rish. Bug'doylar oltin rangda tovlanadi-ku. Hozir ana shu oltin rang chempionlarni ko'ryapmiz. Murabbiylar orasida Anvar Berdiyev ham aytildi. Anvar Berdiyev O'zbekiston Superligasi tarixidagi eng yaxshi to'prar, Neftchi afsonasi. Keyin Abdurashid hozir muxlislar boya aytdi-ku, Xushtakni rosa kutishdi deb. Ha, u chempionlik. Ha, chempion bo'lganini bildiradi, lekin kubokni ko'tarish. Bunisi tugaydi. Hozir oxirgisi deydi-yu. Yakun. Bunisi haligi boya gollarga o'xshaydi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchisi yakun bo'ldi-yu. Matbuot kotibi Said Afzal Abdullayev. Qo'llab turamiz. Va hozir Tahlilchi shunaqa suratlar chiqadi. Farg'onalik muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qiladi, o'z sahifalariga joylaydi. Shunaqa lahza. Salut show